3 yıldan buyon iz erkini qilolmagan oilasi va tuqqanlarning rasmlari tushirilgan maykalarni kiygan Uyg'urlar Tönögün İstanbul Taksim maydonidagi Atatürk obidasining oldida xotira suratga tushmoqchi bo'lganda saqchilarning to'sqinligiga uchirdi. Saqchilar tinish shaklda va sahiya qoidalarga uyg'un holda faoliyat qilayotgan Uyg'urlarning kimligini tekshirish bilan qolmay, ularning yenini oqtirdi va faoliyatiga to'sqinlik qildi. Oxirida ularning rasm tushirilgan maykalarni selib etishi yoki ta'tir kiyilishi sharti bilan Taksim maydonida ayrilishiga yo'l qo'ydi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharqi Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi musulmon turk demokratik davlatlarining o'zlariga savol qo'yishi kerakligini aytdi. Mustabid Xitoyning zulmidan qochib Turkiyada panohlangan va bu yerda haq huquqlarini talab qilgan Uyg'urlarga qilingan bu muomalani qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini ta'kidlagan Abdujalil apandi, bir kishining ota-onam qayerda deb so'rash huquqimi yo'qmi? Kishilik huquq qo'g'dug'uvchilari, jamiyat va tashkilotlar nada qoldi? Manfaatiga kelganda jar solgan, lekin Sharqi Turkiston masalasiga kelganda ovozini chiqarmaganlarni tarix unutmaydi dedi. 8 ayning 14 kuni Sharqi Turkiston Milliy Uyg'onish harakatining boshlig'i Solih Xudoyor boshchiligida Oqsaroy oldida o'tkazilgan namoyishda Amerika hukumatidan Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqasini uzish va Sharqi Turkistondagi ziyonkashliklarga qarshi texnik kuchlik oldin olish tadbirlarini qo'llanishi talab qilindi. Chaqiriqda Amerika, Avstraliya, Angliya, Kanada, Fransiya, Hindiston va Yaponiya qatorliq Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarni tanqidlash orqali ularning Xitoy hukumatini sudga tortishi va sodir qilgan insoniyatga qarshi jinoyatlari uchun xalqaro sudga arz qilishi kerakligini ta'kidlandi. Solih Xudoyor navbatda 10 minglagan Uyg'ur ishchining Xitoy zavodlariga yo'tkalganligini va qulluq sistemasining insonlarning emgak axloqiga zid ekanligini ta'kidlash bilan birga Amerika hukumati va boshqa hukumatlarning 21-asrda 5 millionga yaqin odamni majburiy emgakka solgan hokimiyat bilan savdo qilishni to'xtatishi kerakligini ogohlantirdi. İgilinishicha, Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining birlashma raisi Jim McGovern va Kengash palata a'zosi Marco Rubio tarafidan Dunyo bankisining boshlig'i David Malpasga avatilgan bir maktubda uningdan Sharqi Turkistondagi atalmish kasbiy tarbiyalash lagerlariga bergan qarzi haqida bayonot berishi talab qilingan. Hatta garchi Sharqi Turkistonda Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarning jazo lagerlarida tutib turilganligi o'tirg'i chiqqan bo'lsa-mu, Dunyo bankisining Sharqi Turkistondagi lagerlarni davomli qo'llaganligi tanqid qilingan. Hamda bu rayondagi mustabid Xitoy doiralarining Dunyo bankisining o'lchamiga moslashishga qanday kafolat qilganligi so'ralgan. Rasmiy ma'lumotlarga asoslanganda 5 milliondan ortiq Uyg'ur Xitoy jazo lagerlarida tutib turilmoqda. Xitoy doiralari ziyolilar, diniy zotlar va san'atchilarni o'z ichiga olgan bu lager mahbuslarga har xil to'qimchilik va emgakni ko'p talab qiladigan kasbiy mahoratlarni o'rgatayotganligini aytgan bo'lsa-mu, amaliyotda ularni zavodlarda majburiy emgakka selib, hatto elib sotmoqda. Xitoy Washington hukumatini Xitoy texnika shirkati Huawei'ni nishon qilgan jazo bilan yer shari savdosiga ziyon yetkazdi deb aybladi. Amerika hukumati Xitoy texnika shirkati Huawei'ning Amerika texnikasiga erishishini cheklashni maqsad qilgan cheklamalarni ko'paytib, shirkatning 38 tarmoq shirkatini qora tizimga kirgizdi. Amerika Savdo ministrligining bayonotida Huawei'ning Amerika texnikasidan foydalanib, yerim o'tkazgich o'zak sotib olishining oldin olishni maqsad qilib, 5-oyda yo'lga qo'ygan cheklamalarning kengaytirilganligini uqtirdi. Huawei'ning 21 davlatdagi 38 tarmoq shirkatining iqtisodiy qora tizimga kirgizilganligi aytilgan bayonotda shirkat va uning tarmoqlarining eksport kontrolligidagi buyumlarga chetishliq savdoga ijozatnoma elishi talab qilinganligi ko'rsatildi. İgilinishicha, Xitoy davlatlik dorigarlik guruhi ishlab chiqarilgan Wuhan virusi vaksinasi yil oxirida bozorga selindi ekan. Xitoy davlatlik dorigarlik guruhining boshlig'i Liu Jingjin Xitoy Guangming gazetining ziyoratini qabul qilib, yil oxirida bozorga selinadigan Wuhan virusi vaksinasining bahosining $140 ga yetmaydiganligini, birinchi va ikkinchi qatimliq o'qilning orlig'ining odatda 28 kun bo'ladiganligini aytdi. Liu Jingjin mundaq deb ko'rsatdi.
Çoğun şəhərlərdə yaşaydigan işçi xizmətçilər və huquqçılarga vaksina əmləş kerak. Nopusi az yezi qishloqlarda yaşaydiganlarga vaksina əmləşning hojati yo'q. Liu Jingjin o'ziga vaksina əmlənganligini, mazkur şirkətning yillik vaksina ishlab chiqarish iqtidorining 220 millionga yetadiganligini aytdi.